Assalomu alaykum usta akalar. Tanlovimizda ishtirok etmoqchi bo'lganlar uchun yana bir bor eslatma. Xabaringlar bor, birinchi o'ringa sayohat uchun chet elga 2 kishilik yo'llanma, ikkinchi o'ringa televizor, uchinchi o'ringa Android telefon qo'yilgan. Shartlari quyidagicha: birinchi qadamingiz sizga Silkwat futbolka va kepkasi taqdim etiladi. Uni o'zingizga yaqin bo'lgan dillerdan bemalol olib ketishingiz mumkin. Dillerlarimizni ekranda hozir chiqarib qo'yamiz. Ikkinchi qadam bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu formalarni kiygan holatda video olishingiz kerak bo'ladi. Silkwat mahsulotini ishlatayotgan videongizni. Uchinchi qadam, xuddi shu videoni o'zingizga Instagram sahifangizga joylashingiz kerak bo'ladi. Hashtag ostida Silkwat Master so'zini yozib ketasiz. Videoni qanday qo'yishni ham hozir ko'rsatib beraman. Instagramdagi o'z sahifangizga kirasiz va redaktirovat profil tugmasini bosasiz. Ochilgan oynada переключиться на профессиональный аккаунт tugmasini tanlaysiz. Sizga professional akkaunt imkoniyatlari haqida ma'lumot beriladi. Dalya tugmasini bosasiz. So'ng sizga turli yo'nalishlar, musiqa, bloger, tadbirkorlik, sog'liq va boshqa takliflar etiladi. Siz личный blogi variantini tanlang va yana Dalya tugmasini bosing. Keyin oynada avtor описание tugmasini tanlang. Akkaunt sozlamalari o'zgargani haqida ma'lumot chiqadi. OK tugmasini bosing. Endi sizda professional akkaunt mavjud. Hozircha boshqa sozlamalarga ehtiyoj yo'q. Shuning uchun yuqoridagi X tugmasini bosib chiqib keting. Endi videoni akkauntga joylaymiz. Instagram asosiy sahifasidagi pastdagi plus tugmasini bosing. Galereyadan joylamoqchi bo'lgan videoni tanlang. Video ochilgach, pastdagi 10 burchakdagi Dalya tugmasini bosing. Keyin oynada добавить подпись и hashtag joyiga kerakli matn va Silkwat Master hashtagini yozing. So'ng отметить людей tugmasini bosing. Добавить metku tugmasi orqali Silkwat O'zbekiston akkauntini izlab topib, uni belgilashingiz mumkin. Yuqorida 10 burchakda galochka belgisi bilan tasdiqlang. Endi video yuklashga tayyor. Dalya tugmasini bosib, so'ng поделиться tugmasini bosishingiz kerak bo'ladi. Videoni Telegram guruhiga yuborish. Yuklangan videoni oching va pastdagi samolyotchaga o'xshash ikonka ulanish tugmasini bosishingiz kerak bo'ladi. Ochilgan oynada kopировать ссылку tugmasini tanlang. Instagramdan chiqib, Silkwat O'zbekiston akkauntiga kiring. U yerda joylashtirilgan Silkwat Master Telegram guruhi havolasini bosing. Sizga Telegram ochiladi. Telegram yoki Telegram Plus orqali kirishingiz mumkin. Guruh ochilgach, matn yozish maydoniga bosib turing va вставить tugmasini bosing. Silka qo'yiladi. So'ng yuborish tugmasini bosing. Shu bilan barcha tanlov shartlari to'liq bajargan bo'lasiz. Yana bitta eslatma, Instagram akkauntingiz ommaga ochiq bo'lishi kerak. Undan tashqari faqatgina Silkwat mahsulotlari ishlatilgan videogina qabul qilinadi. Birinchi o'ringa asosiy sovrinimiz Turkiyaga 2 kishilik yo'llanma, mehmonxona, transfer xarajatlari, ovqatlanish xarajatlarini o'z ichiga oladi. Ikkinchi o'ringa televizor taqdim etiladi. Uchinchi o'rin g'olibimizga Android telefon taqdim etiladi. Eng ko'p like va prosmotr yig'gan top 3 ta odam g'olib deb topiladi. Tanlovimizning qoidalari: g'oliblar har oy birinchi sanasida aniqlanadi va jonli efirda Instagramda e'lon qilinadi. Turkiya safarini naqd pulga almashtirib bo'lmaydi va uchinchi eng asosiy qoidasi, sizda albatta Zagram pasportingiz bo'lishi kerak. Tanlovda ishtirok eting va har oy g'olib bo'lish imkoniyatini qo'ldan boy bermang.